Xayrli kech do'stlar. Yana tungi sayrni boshlaymiz. Bugun havo juda issiq. Osmonda to'lin oy. Lekin oyni tasvirga tushira olamizmi? Mana o'z daraxtlar orasidan ko'rinishi kerak. Daraxtlar juda ko'p bo'lganligi uchun oyni to'sib qo'yishgan. Lekin baribir oyni videoga olaman desam, xuddi shahardagi tungi chiroqlarga o'xshab oyligi bilinmayapti. Lekin 14 kunlik yo 15 kunlik oy to'lib turibdi. Yulduzlar ko'rinib turibdi osmonda. Yoz o'tmoqda so'z.